Yasminaxon qizimni chishchalar chiqayotganligi uchun milkga qichib yana azob beryapti. Kuniga 4-5 mahal shu pechenyasini beraman. Bilasizlar, bu pechenyadan o'zim sotaman. Ko'pchilik mendan olganlar bir hafta berib, qani tish chiqqani yo'q-ku, oddiy kulchaga o'xsharkan-ku degan negativ narsalarni menga yozishdi. Bizning tishimiz og'riganda dori ichamiz, dori og'riqni qoldirib beradi, lekin tishlarni 100% davolab bermaydi-ku. Sizlarning gapinglar xuddi shunaqa bo'ldi. Endi sodda qilib tushuntirib beraman. Bolajonlarning tish chiqqanda milkga qichiydi. Qichiganda biz har rezinkalar beramiz, lekin rezinka o'zida ximikat ishlab chiqadi. Bu bolajonlar uchun zarar. Bu pechenya hech qanaqa ximikatlar yo'q, sutdan va bug'doy unidan qilingan. Pechenya qattiq uvalanib ham, uzilib ham tushmaydi. Bu pechenyani berganinglardan keyin bolajoninglar milkini qichitadi, milk yorilib, tish chiqishiga yordam beradi. Negativ chiqizlar yozishdan oldin sal o'ylab yozsa yaxshi bo'lardi. Obedga tez tayyor bo'ladigan ovqat tayyorladim. Xolodilnigimizda kolbasalarimiz ko'p bo'lgani uchun kolbasa bilan kartoshka pishirdim. Oxirgi vaqt biz anhor kolbasa va go'sht mahsulotlarini iste'mol qilyapmiz. 100% halol va ta'mi ham juda ham mazali ekan. Halol kolbasalarni topish juda ham qiyin, lekin anhor kolbasalarini olsanglar o'zini 100% halol sertifikatlariga ega. Mana shunaqa salyonilar bilan maza qilib obedimizni ham qilib olamiz. Ko'pchiliginglar Iris qayerda ishlaydi deb yozibsizlar, erim traderlar va tradingni o'rgatish bo'yicha dars ham beradilar. Trading bu onlayn ish, unga bitta ofis shart emas. O'shaning uchun ham turmush o'rtog'im ko'p vaqtini uyda va oila davrasida o'tkazadi. Obedlarimizni qilib bo'lib, CC kremlarim va pechenyalarimni BTS pochtaga viloyatlarga topshirish uchun ko'chaga chiqdik. O'zi yaqinda Xitoydan qizim uchun bir dunyo narsalar zakaz qilgandim, lekin dadamiz qizimiz uchun yana kiyimchalar olib berdi. Qizim oxiri charchab uxlab qolganini qaranglar, mana shunaqa korzinkaga solib yurdik keyin. Uyga ham kelib oldik, o'zi ham kallamdek kelayotgan mangoni qizimga pyure holatida qilib berdim. Qizim mangoni juda ham yaxshi ko'rib yeydi. Shu bilan meni mini vlogim ham tugadi.